Kömüşün bahası yani örlüğü tutuqanlar ama kömüş satışını oylashayotganlar sal-pal o'pganini bilib olinglar. Bugün kömüşninki bizniki yig'ilishimiz 25 koyda yig'ilyapmiz. Endi boshqalar qanday men uni bilmadim, lekin biz mushu sistemadagi bahodan mana ko'rsanglar bo'ldi, achafkam. Mana ko'rsanglar bo'ldi, bugungi kömüşninki setib olish bozor bahosi 21 koy 63 bunga mana setiş bazar bahası 21 koy 74 pun. Lekin biz mushu vaqtdagi sistemadagi mushu bazar bahasida yuqori bo'lgan holatda, ya'ni 25 koydan qaytirib setib olyapman shaxsan men. O'zinglar ko'rdinglar, bugun ikkinchi oy 3, mana bu ikkinchi oyning 3-silardagi bazar bahasi bo'lsa 21 koy 7 mo'chan. Mushunda ahvol ostida men 25 koydan qaytirib setib olaman dedim. Vaqtdagi bahodan yuqori holatda qaytirib setib olaman. Bunda desam, yana 23 koydan setib olaman, 24 koydan setib olaman deb davran savatqanlar men tillab ketmanglar. Bunda qilishimda fuqarolarni bek ig'ir ziyon tortib ketmasin dedim. Biz savdogar, bunda qarasam kumush ilim setib, hozir savdogarlar satmayapmiz. Masalan, bizdek do'kondor, zagal deymiz. Bular kumushni satmay yig'yapmiz hozir. Ammo lekin bu kasbdan emas, boshqa kasbdan kumushniki foydasi obdan kanda plan bilib bilmay kirib qolgan ba'zi bir urug' tuqqanlar. Tunugim jiqlininki kumushini men setib chiqarib berdim. Ulush kunda 25 koydan qo'ldan chiqarib bergan. Tunugin men eng to'van chekka tushgan vaqt setdi. Tunugin shundan bir to'van qo'ldan chiqardi, xaridalar. İçindim o'zim bu. Satmay tursangiz olmamdi desam, bozorni bek tushib ketdi deydi. Buningdan bek tushib ketib qolsa, texim ig'ir ziyon tortib qolgandekman deb. Arada meni bekrak diqqatim tortqani dehqonlar bo'ldi, tuqqanlar. Endi ma dehqon degan aytim bek sodda. Bular boshqalarni xiyli qilmayli, haqni aldırmagandikin o'zimi başqalarni o'ziga o'xshash o'ylab, bu meni aldamaydi-ku deb o'ylaydi-ku. Mushu bichora dehqonlar anandan keyin shu qo'yqanlarni setib, uni buni qilib degandek 3-4 kilodan, eng ozdirimi 2 kilodan ashtaq kumush olib qo'yganlar borki, bular bozorga kirib 22 koydan kumushimni sotamadik ukam deb shu to'g'risida paranglashib qoldik. Shunda bir ichindim. Shaxsan men tunugun 23 koydan qo'ldan chiqarib berdim ba'zanlarning kumushlarini. Endi jinim tutqanlar bugun tunugun kudimi bozor o'rildi. Bugun sataman deb qalsangiz 25 koydan men olib qolaman. İmkon bor, endi sotmay sal tahir qila olsang, tahir qilib beqinglar. Chunki bu oltin kumushning bozor bahosidagi azaldan chiqib tushib degandek, shundaylik egizpas turadigan bozorchi, mushu bozorni biladigan, tushunadiganlar, shunga biz mani kumushni sotmay yug'layapmiz. Agarda ansirab qoldim, navodi kerak, tushib ketib qolsa, texim ig'ir ziyon tortib qolmay, mayli bir qo'ldan chiqarib atayafkam deb qolsanglar, 177 26 72 16 11 shu nomer bilan aloqa qilishib, kumushinglarni men telefon qilsanglar, men kumushinglarni 25 koydan olib qolaman. Bugungi chislada jum. Yilg'icha balkim bozor o'rlab qolsa 25 koydan ustida bo'lishi mumkin. Tushib ketib qolsa, necha mo'chan tushib ketishi mumkin. Bu bozor qarta bo'ldi. Lekin asosli bugun aylanayotgan bozor 25 koydan men aytadi jum tuqqanlar. Amsa kumushini sotma yoki olma deydiganlar men bilan aloqalasanglar bo'ldi. Mening o'rnim Urumchida jum tuqqanlar. Mening boshqa tarmoq do'konlarimda benzi kumush yo'q. Mening faqat Urumchidagi bosh do'konimda benzi kumush bor. Maqlamsa. Xo'sh.